Tashqi tomondan oddiy ko'rinadigan bu 9 ta ko'p qavatli uylarda quruvchi tashkilot tomonidan noqonuniy ishlar amalga oshirilgan. Foydalanishga topshirilganiga qaramay, quruvchi tashkilot tomonidan ushbu uylarning tom osti, ya'ni cherdagi qismlari yashash uchun mo'ljallanmagan bo'lsa-da, noqonuniy ravishda xonadonlarga aylantirilmoqda. Poytaxtimizning Yangi Hayot tumanida qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida mazkur qonunbuzarliklar fosh etildi. Monitoringlar davomida cherdagi qismlarda jadal suratlarda qurilish ishlari olib borilayotganligi, ayrim holatlarda esa xonadonlar allaqachon foydalanishga tayyor holatga keltirilganligi ma'lum bo'ldi. Bunday o'zboshimchaliklar nafaqat shaharsozlik me'yorlariga butkul zid, balki ko'p qavatli uyda yashovchi fuqarolarning hayoti va xavfsizligiga jiddiy tahdid tug'diradi. Yuk ko'taruvchi konstruksiyalar qurishi natijasida ushbu ko'p xonadonli uyda yashovchi fuqarolarning hayot xavfsizligiga, bundan tashqari ko'p xonadonli uyning zilzila bardoshligi va seysmik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi devorlar bilan bo'lingan va o'zboshimchalik bilan ko'p xonadonli uyning cherdak qismi, tom qismi egallab olinganlik holatini mana aniqladik. Reyd tadbirlari davomida cherdakka noqonuniy kirish yo'laklari, zina konstruksiyalari qurilgan. Qurilish materiallari esa mana bu ko'rib turgan darchangiz orqali olib kirilgan. 7 etажli uyda olganda u cherdagida qanaqa uy yo'q. Mumkin emas. Uy-joy qurilish qonuni bo'yicha u cherdak, zinalar, tutash yer uchastkalari umumiy hisoblanadi. U bizdan so'ramasdan turib, uni uy qurib sotdi. Quruvchi. Uni bilmaymiz endi, uni kadastrini ham chiqarib beribdi, qaysi notarius qildi, qayerdan olib sotdi qildi noqonuniy narsani. Shunga endi chora ko'rishni so'raymiz. Mana ko'p qavatli uyning cherdagini bu xona qilib qurish tomonidan qo'shimcha yuk chiqarib bergan xonalarga ajratib mana fuqarolarga sotyapti. Mana ahvol. Aniqlangan noqonuniy qurilish ishlari zudlik bilan to'xtatildi. Quruvchi tashkilotga nisbatan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy choralar ko'rilishi uchun materiallar huquq-tartibot organlariga yuborildi. Qonunni mensimaslik, fuqarolar xavfsizligini e'tibordan chetda qoldirish bilan sodir etilgan bunday holatlarga mutasaddilar tomonidan huquqiy baho beriladi. Eng muhimi, bu kabi qonunbuzarliklar javobsiz qolmaydi. Jazo esa muqarrar.